Payg'ambar alayhisalom aytdilar, eng ajoyib iymon kimning iymoni dedilar. Farishtalarniki deyishdi. Payg'ambar alayhisalom agarda farishtalar Robbilariga to'g'ridan to'g'ri bog'lanmaganlarida ularning iymonlari ajoyib bo'larmidi? Unda payg'ambarlarniki, sizniki. Agar payg'ambarlar bilan Alloh o'rtasida vahiy bo'lib turmasa, ularning iymonlari qanday ajoyib bo'lardi? Shunda unda biznikimi, ey Allohning rasuli deyishdi sahobalar. Payg'ambar alayhisalom aytdilar, sizlarning ishingizlarda men turibman, shuning uchun iymon keltirdinglar dedilar. Ey Allohning rasuli bo'lmasa ayting, kimning iymoni ajoyib iymon? Payg'ambar alayhisalom aytdilar, u ajoyib iymon egalari bizdan keyin keladi. Ular bizni ko'rmagan bo'ladi. Mana hozir payg'ambar alayhisalomni ko'rmaganmiz. Voqealarni eshityapmiz, tafsilotlarni. Shuni eshitib turib iymon keltiryapmiz. Shu ish bo'lganligini tasdiq etyapmiz.